Agar Nexia haydasangiz, siz ham bu videoni ko'rishingiz kerak. Sababi Nexia'da bu ligrovkalari betga, oyoqqa, oynaga ajratmay qo'yadi. Shuni to'g'rilab olishni o'zingizni bitta qo'lingiz bilan to'g'rilab olishni o'rgatib qo'yaman. Xo'p, motorda bu havo bilan ishlaydi. Havo so'radigan shlankasi bor. Sonusda ham, donusda ham xuddi shunaqa. Mana shu narsa ichkaridan chiqib ketib qoladi. Buni ochamiz, rezinkani. Hop, ilmoqlarini chiqarib olamiz. Suratni chiqarib olganimizdan keyin buni ochamiz. Plastikani ko'targanimizda mashinaga chiqib ko'taribdimi? Buni joyiga qo'yamiz. Videoni uzmadim. Joyiga solib qo'ydik. Buni tekshirib ko'ramiz. Hop. Hozir oynaga haydayapti. O'zi oyoqqa ajratdi. O'zi mana betni ochdi. Polni mana ishlayapti xolos. Bez отказ. Agar vakuumlar teshilmagan bo'lsa, qolgan joyi bilan chotki bo'lsa, mana shu narsa bilan ishinglar bitadi. Boshqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, podpisatsiya bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Like bosinglar, hammaga rahmat.